Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, qadrli teletomoshabinlar. Tomosha qilayotganingiz Taraqqiyot mustaqil telekanali va kechki dasturlarimizdan o'rin olgan Tabobat bizdan boshlangan ko'rsatuvni jonli efirda to'g'ridan-to'g'ri sizga namoyish etamiz. Ramazonning ilk kuni muborak bo'lsin deya bugungi suhbatdoshimiz Genavita sog'lomlashtirish markazi bosh mutaxassisi Umidjon Qayumov. Umidjon, studiyamizga xush kelibsiz. Tomoshabinlarimiz bilan suhbatlashib olishingiz mumkin. Assalomu alaykum. Xo'p, Umidjon, mana bugungi mavzuyimiz suyak bo'g'in kasalliklarini, sabablari va ularni davolash choralari deb belgilaganmiz. Umuman olganda suyak bo'g'in kasalliklari deganda qaysi kasalliklar nazarda tutiladi? Aynan suyak bo'g'in kasalliklarida hozirgi kunda artrit, artroz, osteoxondroz, grijja, protruziya, undan tashqari aynan ko'ks artroz kabi juda ham ko'p turlarga bo'linyapti. Aynan bu kasalliklarning kelib chiqish sababi hozirgi kunda aynan yosh bolalarimizda ko'p aynan kasallik bo'yicha yosharish davri ham juda ham keng tarqalgan. Nimaga desangiz, hozirgi yosh avlod bemorlarimizda boshlang'ich, ya'ni quloq, burun, tomoq kasalliklari o'z vaqtida o'z tartibi bilan davo choralari ko'rinmaganligi sababli birinchi o'rinda yurak, ikkinchi o'rinda buyrak, uchinchi o'rinda aynan suyak bo'g'im kasalliklari juda ham tez rivojlanib boryapti. Eskidan o'sha bizni tomosha qilib kelayotgan mana tomoshabin azizlarimiz, aynan boshqa bemorlarimiz, aynan azaldan 20-30 yillik kasalligi bor bemorlarimiz ham mavjud hozirgi kunda. Ularda asosan ayollarimizda noto'g'ri tug'ruqdan keyin aynan bu bo'g'im kasalliklari rivojlanadi. Agar erkaklarimizda bo'ladigan bo'lsa, juda ham ko'p toliqish, undan tashqari aynan juda ham og'ir mehnat bilan shug'ullanadigan bemorlarimizda bu kasallik rivojlanib boryapti. Tushunarli. Bugungi kunda artrit, artroz degan kasalliklar juda ko'p yurtdoshlarimizda uchramoqda. Ikkalasini farqi nimada shunda? Artrit bu yallig'lanish hisoblanadi, artroz esa yemirilish degani. Tushunarli. Yallig'lanish ko'proq qanday azoblar beradi? Yallig'lanish birdaniga aynan tashqi tomondagi og'riqlarni ko'rsata olmaydi. Birinchi o'rinda aynan kasallikning yashirin davriga qaytishimiz kerak. Yashirin davrida bilak, qo'l, yelka, bo'yin, tirsak sohalarida uyushish holatlari bo'ladi. Simillab og'rish holatlari kuzatiladi. Bunday holatda darhol mutaxassisga aynan ko'rishib yoki mutaxassisga murojaat qilgan holatda kasallikni davolashdan ko'ra oldini olgan ancha ma'qul deb bilamiz. Tomoshabinlarimizdan ijtimoiy tarmoqlarimiz orqali yo'llangan savol-o'rinlarni sekin-astalik bilan o'qib eshitiraman va o'zim tayyorlagan savollarimni ham. Meni yoshim 58 da, chap oyog'imda buksam qattiq og'riq bo'lyapti, yurishga qiynalyapman. Nima maslahat berasiz deya savol yozgan yurtdoshimiz. Birinchi o'rinda bemorimiz aynan ovqatlanish ratsion tartiblariga amal qilishlarini men ta'kidlab o'tgan bo'lardim. Undan tashqari aynan ko'proq kalsiy, kollagenga boy bo'lgan mahsulotlardan foydalanishlarini men tavsiya etgan bo'lardim. Undan tashqari 100% to'liq tabiiy tarkibga ega bo'lgan aynan Galnorm kapsulalardan foydalangan har bir bemorda boshlang'ich birinchi haftani o'zida ta'sir natijasi bilinib boryapti. Ichki tomondan yallig'lanish, yemirishlarni bartaraf etish uchun bu foydali deb bilamiz. Undan tashqari tashqi tomondan uyushish yoki simillab og'riq, undan tashqari agarda tomir tortishish holatlari, shish holatlarini bartaraf etish uchun esa Galnorm Plus kremlardan foydalanishlarini men tavsiya etgan bo'lardim. Uning uchun aynan pastda ko'rsatib o'tilgan 55 raqami bilan 588 98 89 raqamiga aloqaga chiqqan, aynan efir vaqtida qo'ng'iroq qilgan har bir bemor uchun qo'shimcha imtiyozlar mavjud. Keling shu o'rinda tarkibi haqida ma'lumot berib ketsak. Tarkiblari kuchaytirilgan aynan holatdagi 100% to'liq tabiiy tarkibga ega bo'lgan aynan kapsula holatdagi Galnorm aktiv mahsulotimiz skvalen, ya'ni akula jigar yog'idan tayyorlangan bo'lib, asosiy tarkiblaridan biri xondroitin, glyukozamin aynan yemirilgan to'qimalarni qayta tiklanishga yordam beradi. Undan tashqari aynan sizga aytib o'tgan skvalen, ya'ni akula jigar yog'i bu
undan oldingi kasallikni yashirin davrida rivojlangan simptomlarni bartaraf etishga yordam beradi. Kremiga keladigan bo'lsak, uni asosiy tarkiblaridan biri bunda ham xuddi shunday akula jigar yog'idan tayyorlangan skvalen yog'lari mavjud. Undan ham tashqari noxush hidlarni, allergik sabablarni keltirib chiqarmasligi uchun aloe ekstrakti hamda chili ekstraktlari hamda qo'shimcha tarkiblarga ega. Tushunarli. Bizda dastlabki qo'ng'iroq egasi bor, ularni qabul qildik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisizlar? Rahmat. Qayerdan siz va qanday savolingiz bor? Namangandan Muqayyoxonman. Menda shunaqa bir holat bo'lyaptiki, yoshim 50 ta. 50 ga endi kiraman. O'tirib turganimda oyoqlarimda qisir-qisir degan ovoz chiqyapti. Asosan tizzamda shunaqa ovoz chiqqanga o'xshayapti. Bu xavfli emasmi yoki bironta kasallikning belgisimi? Agar sizlar aytayotgan mahsulotdan sotib olib ishlatsam, shu qasir-qusur yo'qolib ketadimi yoki bu normal holatmi? Yoki shifokorga borib ko'rinishim kerakmi? Savolingiz tushunarli. Mutaxassisimiz javob beradi. Bunday holatdagi aynan bemorlarimiz, aynan tajribamizda ham juda ham ko'plab o'tgan samaradorligimiz aynan 83% dan 88% gacha yuqori natijalarga erishib kelganmiz. Birinchi o'rinda aynan ovqatlanish ratsion tartiblarini belgilab beriladi. Hozirgi holatdagi Ramazon oyida ham ovqatlanish tartiblari individual tarzdagi yondashuv qilinadi. Aynan undan tashqari qirsillash, g'irchillash holatdagi bemorlarimiz biroz yallig'lanishni o'tkazib yuborgan bemorlarning hisoblanishadi. Bunday holatlarda aynan Galnorm aktiv kapsulalardan bemalol foydalanishlarini men tavsiya etgan bo'lardim. Undan tashqari qirsillash, g'irchillash birinchi o'rinda nimadan kelib chiqadi? Shuni bilish kerak. Qirsillash, g'irchillash holatlari organizmdagi sinovial suyuqligi normal holatda ishlab chiqarilmayotganidan darak beradi. Ba'zi bemorlarimiz shu aynan sinovial suyuqlik normal holatda ishlab chiqarilmagandan yallig'lanib yemirilish davriga o'tayotgan vaqtida qirsillash, g'irchillash aynan holatlari juda ham ko'p kuzatiladi. Bunday holatlarda aynan tashqi tomondan og'riq, uyushishlarni bartaraf etish uchun bemalol Galnorm aynan plus mazlardan, kremlardan foydalanishlarini, ichki tomondagi qirsillash, g'irchillashlarni avtomatik tarzda qoldiradigan, harakatchanlikni oshirishga yordam beradigan hamda immunitetni yuqorilashga yordam beradigan Galnorm aktiv kapsulalardan iste'mol qilgan har bir bemorda 83% dan 88% gacha chiroyli natijaga erishib kelinyapti. Tushunarli. Mana bugungi kunda biz kuzatib turgan tomoshabinlarimiz orasida qo'li sovqatadigan, oyog'i sovqatadigan yo bo'lmasam qo'l oyog'i uyushadigan yurtdoshlarimiz bizni juda ko'p kuzatar ekan va yozib qoldirishgan. Shularga ham tavsiya qila olamizmi bu Tavsiya eta olamiz. Agarda qo'lni tashqi ichki tomonlari muzlash yoki uyush holatlari, oyoqda xuddi shunday holatlar bo'ladigan bo'lsa, to'g'ridan-to'g'ri bemalol aynan bu mahsulotlarga murojaatnoma qoldirsalar bo'ladi. Faqatgina kaft sohalari muzlaydigan bemorlarimiz bo'lsa, birinchi o'rinda oshqozonda muammo borligini men ta'kidlab o'tgan bo'lar edim. Birinchi o'rinda oshqozonni muammosini bartaraf etamiz. Agarda bu bartaraf etilmagan holatda yuraverilsa, bu aynan muzlash, terlash oqibatida kaftki tomondagi suyaklarni yallig'lanishi, undan keyin o'z vaqtida davo choralari ko'rilmasa, yemirilishiga olib borishini men ogohlantirib qolgan bo'lar edim. Bizda navbatdagi qo'ng'iroq bor, ularni qabul qildik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qayerdan siz va ismingiz? Men Farg'ona viloyati Bo'yda tumanidanman. Qanday savolingiz bor? Aka, yoshim 44 da, tizza bo'g'imida minsk yorilishishi deyapti. 3-darajali poy uzilish. Shunaqa 3 berganda, 3-darajali yemirilish berilgan, tushunarli. Qachon aynan bu tashxis sizga qo'yilgan? 2 haftacha bo'ldi aka. 2 haftacha bo'ldi. 2 hafta mobaynida qandaydir davo choralarini amalga oshirdingizmi? Yo'q, endi buni nimalar jarrohlik yo'li bilan deyapti. Men jarrohlik yo'li bilan
Shunda yiqilib tushdingizmi yoki o'zidan o'zi bo'ldimi, tabiiy holatda? Yiqilmaganman, aka men quruvchiman. Ha, tushunarli. Kasblari biroz og'ir mehnat qiladigan quruvchi bemorimiz ekanlar. Mutaxassisimiz javob beradi, savolingiz tushunarli. Bunday holatlarda aynan tajribamizdan kelib chiqib shuni ayta olamanki, bemalol jarrohlik yo'lisiz uy sharoitida ishlardan bemalol vaqt ajratgan holatda davolansa bo'ladi. Bizga murojaat qiladigan bemorlarimiz ikkita turga bo'linadi. Ba'zilari jarrohlik amaliyotidan so'ng murojaat qilishadi, ba'zilari jarrohlik amaliyotidan voz kechgan holatdagi bemorlarimiz bo'ladi. Bunday holatlarda bemalol tavsiya eta olamiz. Aynan jarrohlik holatidan sizni olib qolishga, kasallik holatini rivojlanib ketishni saqlashga, undan tashqari sizni aynan kasbingizdagi kerakli bo'ladigan quvvat hamda immunitetingizni yuqori qilish uchun bu mahsulotlarimizni bemalol tavsiya eta olamiz. Aynan sizdagi kasallik bo'yicha, sizni tashxislaringiz bo'yicha to'liqroq sizga ma'lumot kerak bo'ladigan bo'lsa, pastdagi kol markaz raqamimiz, ya'ni 55 kodi bilan 588 98 89 raqamiga aloqaga chiqing hamda to'liq kasalligingiz haqida ma'lumotni olib, mahsulotga qo'shimcha imtiyozlarga ega bo'ling. Tushunarli bo'ldi degan umiddamiz. Navbatdagi savolni o'qib eshitiraman. Chap yelkam qo'lim og'riydi, tirsaklarim qayrilmay burilmay qoldi, deyapti. Ularga qanday yordam bera olamiz? Bularga aynan bilak, tirsak, qo'l, tizza sohasidagi bukilishlarni bartaraf etish uchun aynan bukilmay qolgan bemorlarimiz bo'ladi, aynan bo'g'im sohalari. Bunday holatda sinovial suyuqligi aynan yoki kamaygan holatda yoki juda ham ko'payib ketgan holatda bunday bemorlarimiz aziyat chekishadi. Aynan buning uchun tashqi tomondan kremlardan foydalanishlarini men tavsiya etgan bo'lardim. Sinovial suyuqligi ko'payib ketishi ham bir kasallik, kamayib ketishi ham bir kasallik hisoblanadi. Sinovial suyuqligi organizmga tashqi tomondan beriladigan bo'lsa, organizm mutlaq dangasa bo'lib qoladi. O'shaning uchun Galnorm aktiv mahsulotlardan iste'mol qilganni men tavsiya etgan bo'lardim. Undan ham tashqari uy sharoitidagi kerakli mashqlar, tavsiyalardan har bir mutaxassisimiz har bir bemor uchun individual tarzdagi yondashuvni amalga oshiriladi hamda kasallikni bartaraf etishga yordam beradi. Bu suyuqlik qanday holatlarda ko'payib ketadi, qanday holatlarda ozayib ketadi? Travma holatida aynan suyuqlik ko'payib ketishi mumkin. Undan tashqari aynan bemorlarimiz, masalan, yosh katta bemorlarimizda yallig'lanishni o'tkazib yuborgandan yoki ayol kishi bemorlarimizda nojo'ya, noto'g'ri tug'ruq holatdan so'ng kamayib ketish holatlari kuzatiladi. Tushunarli. Agar bizda qo'ng'iroq bo'lmasa, navbatdagi savolni o'qib eshitiraman. Navbatdagi qo'ng'iroq bor, demak, hamkasblarning ishorasiga ko'ra. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qayerdansiz va qanday savolingiz bor? Andijon shahridanmiz. Ahmedova Ma'muroxondan. Qanday savolingiz bor? Meni shu tizzam og'riyapti. Og'rib, oyog'imni buklay olmayapman. Oyog'imni buklay olmasdan doktorga bordim. Borsam, poliklinikkamizga chiqsam, ukol yozdi, keyin surtkani dori yozdi, shularni ukolni oldim. Surtkani dorini surtib ashuna qilib yurdim. Yo'q, yana qayta olib, xuddi shunaqa bo'lib yana og'riyapti. Tushunarli. Yoshingiz nechida? Qo'ygan. Yoshim 66da. Demak, shishish bor, shunaqami? Shishish bor. Endi bu oyog'ingizga ham o'tadi, doktor deb shunaqa degan edi, bu oyog'im ham shunaqa shishyapti, bu yonida. Demak, birinchi oyoqdan ikkinchi oyoqqa o'tish jarayoni. Kasbingiz nima bo'lgan? Kasbingiz nima bo'lgan? Kasbim nimada sanitarka bo'lib ishlaganman. Tushunarli. Savolingiz tushunarli, mutaxassisimiz javob berishga tayyor. Bunday holatdagi bemorlarimiz aynan ko'pchiligi ukol dori mahsulotlaridan foydalanib, aynan kasallikni davolay olmaydi, ya'ni karat holatga tushirib qo'yishadi. Kasallik karat holatga tushdimi, u qaytib rivojlangandan so'ng u boshqa bo'g'imlarni ham bezovta qilishni boshlaydi. Undan ham tashqari boshqa aynan yuqori darajadagi bosqichlarga o'tishni boshlaydi. O'shaning uchun aynan sizlarga mutlaq
100% tabiiy tarkibga ega bo'lgan mahsulotlardan foydalanishingizni men tavsiya etgan bo'lardim birinchi o'rinda. Qandaydir ximikat yoki gormon mahsulotlar sizga hozircha og'rig'ingizni qoldiradi, lekin kasallikni qayta rivojlanishiga yo'l ochib beradi. Undan ham tashqari aynan jigar yoki buyrakka nojo'ya, oshqozonga ham nojo'ya ta'sir qilib qo'yishi mumkin. Shuning uchun aynan 100% to'liq tabiiy tarkibga ega bo'lgan mahsulotlardan foydalanishingizni men tavsiya etgan bo'lardim. Shuning uchun aynan sizni kasallik holatingizni men sizga to'liq hozir tushunchalar berib o'tishimga aynan efir vaqtimiz biroz yetmay qolishi mumkin. Shuning uchun aynan kol markazimizga aloqaga chiqing. 55lik 588 98 89 raqamiga qo'ng'iroq qilsangiz, aynan efir vaqtida qo'ng'iroq qilgan har bir bemor uchun qo'shimcha imtiyozlar ham ajratiladi. Undan ham tashqari siz kasalligingizga 100% yechimini ham topasiz. Tushunarli. Navbatdagi savolni o'qib eshitiraman. Assalomu alaykum. Meni o'g'lim 15 yoshda, son chanog'ida og'riqlar bor. Nima qilsak bo'ladi? Iltimos javob beringlar deya savol yozib qoldirgan. Tushunarli. Aynan yosh bemorlarimizda men o'sha ko'rsatuvimizni boshida ham ta'kidlab o'tdim. Quloq, burun, tomoq kasalliklari yokida juda ham yuqori travmadan so'ng bunday aynan og'riqlar paydo bo'lyapti. Birinchi o'rinda og'riqlarni bartaraf etish uchun tashqi tomondan Galnorum plus kremlardan foydalanishlarini, yosh bemorlarimizga qo'shimcha uy sharoitidagi kerakli tavsiya, undan tashqari mashqlardan foydalanishlarini har bir mutaxassis kun davomida aynan belgilangan vaqt davomida sizlarga qo'ng'iroq qilib qo'shimcha tavsiyalar beradi. Kapsulalarni ham bemalol ichishlarini men tavsiya etgan bo'lardim, lekin o'zboshimchalik bilan ichilmaydi. Bu aynan kapsulalarimiz kol markaziga aloqaga chiqib, kasallik holatini o'rgangan holatda mutaxassislarimiz to'liq tavsiyalar berishadi. Uchun mana yaqinda o'zimizni xonadonda yuz bergan. Onam 49 yoshda. Shu o'tirgan holatda oyog'i qayrilib qoldi va rentgen qildirdik, paylari cho'zilgan deb aytishdi. Paylarni to'g'rilashda, o'stirishda bu mahsulotlarimiz yordam beradimi? Qanchalik samarali? Tushunarli. Aynan paydagi holatlarni, paylardagi, tog'aylardagi, suyaklardagi holatlarni ham bartaraf etishga yordam beradi. Aynan kasalliklarni. Uning uchun birinchi o'rinda baribir ham ovqatlanish ratsion tartiblari bor, ularga amal qilish kerak. Undan tashqari aynan organizmdagi metabolizmni yuqorilash kerak. Undan ham tashqari qon aylanish faoliyatini normal holatga olib kelish kerak. Bularni hammasini bitta kapsulada aynan yig'ilgan holatdagi Galnorm kapsulalarimiz, undan tashqari kremlardan foydalanishlarini men tavsiya etgan bo'lardim yaqinlarimizga ham. Tushunarli. Bizda navbatdagi qo'ng'iroq bor, ularni qabul qildik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qayerdasiz va qanday savolingiz bor? Farg'ona tumanidan. Ismim Muazzam. Xo'p, qanday savolingiz bor? Demak, bizni ovozimizni televizor orqali tinglamoqdasiz. Iltimos, televizorni ovozini pasaytirib qo'yasiz. Meni yoshim 41da. Mana chap oyog'imni nima oshiq-moshig'ida yiqilib ketganimda og'riq bo'lgan, yurolmay qolgandim. Keyin nimaga rentgenga tushsam, rentgen aytdiki, buni payi cho'zilgan dedi. Gips qilindi oyog'imni. Oyog'im gips qilindi-yu, gipsdan keyingi yana o'sha og'riq, yana nima. Men hozir bundan hozir qo'rqib turibmanki, buni nima suyak yemirilishi basmakan. Shunga ilhaqchilik nimam bor-da, shunga jicha ma'lumot beralasizmi? Oyog'imda og'riqlar bor-da. Savolingiz tushunarli, mutaxassisimiz javob berishga tayyor. Bunday holatdagi bemorlarimiz aynan pay cho'zilgandan so'ng faqatgina gips qildirish yo'li bilan aynan davo choralarini 100% topa oladilar degan umidda bo'lishadi, lekin unday emas. Kasallikni baribir ham travma holatdan keyin o'sha organizm qayta tiklashga qo'shimcha yordam berish kerak. Uning uchun ko'proq kalsiy kollagenga boy bo'lgan, aynan kollagen tripeptidi mavjud bo'lgan aynan
mahsulotlardan ko'proq iste'mol qilishlarini men tavsiya etgan bo'lardim. Agarda o'z vaqtida travma holatini qayta tiklanishiga organizmga yordam bermasak, bu yallig'lanish, undan keyin esa yemirilish darajasiga ham olib borishi mumkin. Kasallikni davolagandan ko'ra oldini olganimiz ancha ma'qul. O'shaning uchun sizga men tavsiya qilgan bo'lardim, kol markaziga aloqaga chiqing. Kasalligingizga davo choralarini mutaxassislarimiz sizga to'liq ma'lumot bergan holatda qo'shimcha chegirma imtiyozlar ham ajratilib beriladi. Qadrli tomoshabinlar, biz jonli efirimizni davom ettiramiz. Bugun suyak bo'g'in kasalliklarining sabablari va davolash usullari haqida gaplashyapmiz. Suhbatdoshimiz Umidjon Qurbonov. Umidjon, navbatdagi savolni sizga o'qib eshittiraman. Menda quymichim og'riyapti, ya'ni chanoq son og'rishi 1989-yilda homilador bo'lgan vaqtimdan boshlangan. Nima tavsiyalar bera olasizlar degan savol qoldirgan. Bunday holatdagi bemorlarimiz zudlik bilan aynan kol markaziga aloqaga chiqqan holatda kurs lecheniyalarni olib davom ettirishlarini tavsiya etgan bo'lardim. Nimaga desalar, aynan suyak son chanog'ini yemirilishi bu juda ham xavfli kasallik hisoblanadi. Aynan bu oralig'ida organizm mutlaq harakatchanligini 100% to'xtatib qo'yishi ham mumkin. Shuning uchun koksartroz deb nomlangan kasallik hisoblanadi. Bu koksartrozga ham bir hafta uzog'i bilan 3 hafta mobaynida ta'sir natijasini sezgan bemorlarimiz juda ham ko'p. Undan ham tashqari, aynan tashqi tomondagi og'riqlarni bartaraf etish uchun uy sharoitidagi qo'shimcha tavsiyalar, undan ham tashqari Galnorm Plus kremlaridan foydalanishlarini men tavsiya etgan bo'lar edim. Tushunarli. Bizda qo'ng'iroq bor, ularni qabul qildik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qayerdasiz? Demak, qisqa tovushlar bu aloqa uzilganligidan dalolat. Navbatdagi savolni o'qib eshittiraman. Menda ham koksartrozning birinchi bosqich diagnoz qo'yilgan. O'zimizda 3-4 marta davolandim, lekin natijasi bo'lmadi. Nima maslahat berasiz deya savol yozib qoldirgan yurtdoshimiz. Aynan koksartroz birinchi darajasi bo'ladigan bo'lsa, bunday holatdagi bemorlarimiz har qanday ximikat gormon mahsulotlaridan foydalanishlarini men tavsiya qilmagan bo'lardim. 100% to'liq tabiiy tarkibga ega bo'lgan aynan Galnorm Plus hamda Galnorm aktiv mahsulotlarimiz koksartrozdagi aynan birinchi, ikkinchi, uchinchi, hattoki 4-darajadagi bemorlarimizga ham foydasini, ta'sir natijasini ko'rsatib kelmoqda. Faqatgina aynan koksartroz bilan kasallangan bemorlar, undan tashqari poliartrit bilan kasallangan bemorlarga qanchadir yillar davomida rivojlanib kelgan kasalliklarni birdaniga og'riqlarni qoldirib qo'ymasligi mumkin, lekin bir to'liq kurs lecheniya mobaynida bu kasallikdan mutlaq forig' bo'lib, qayta rivojlanmasligini bartaraf etishga yordam beradi. Javob uchun minnatdorchilik bildiramiz. Navbatdagi qo'ng'iroq egasi bor. Ularni qabul qildik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qayerdansiz va qanday kasallik? Savolim bor edi. Chap oyog'imda pardasi yirtilib, suv to'planyapti. Necha yildan buyon? Dorilari bor ekan, davosi. Qancha vaqtdan buyon og'riyapti va qachon boshlangan? Og'rib, o'rtada davolansam yo'qoladi. Keyin yana bir yil qishda yana bitta og'ridi, yana suv to'planib qoldi. Savolingiz tushunarli, mutaxassisimiz javob beradi. Bunday holatdagi bemorlarimizda aynan sinovial suyuqligi normal holatda ishlab chiqarilmaydi hamda suv yig'iladi. Bunday holatlarda bemalol Galnorm aktiv mahsulotlarimizdan foydalanishlarini men tavsiya etgan bo'lardim. Undan ham tashqari o'sha bo'g'imlar orasidagi sinovial suyuqligi qanchonki sizda normal holatda ishlab chiqarishni boshlasa, bo'g'im kasalliklari, bo'g'im og'riqlari, suyak kasalliklari sizni hech qachon bezovta qilmaydi. Sinovial suyuqligi sodda qilib men xalq tilida tushuntirib beradigan bo'lsam, masalan, mashinalarda motor moyi hisoblanadi. Organizmda esa o'sha sinovial suyuqligi bizga Alloh taolo tomonidan tuhfa etilgan bo'ladi. Aynan bu suyuqlikni normal holatda ishlab chiqarish uchun har qanday tashqi tomondan organizmga zarbalar berish kerak emas. Undan ham tashqari birinchi o'rinda men tavsiya etgan bo'lardim. Artroz,
artrit kabi kasalliklardan aziyat chekib kelgan bemorlarimiz bo'g'imlariga qo'shimcha suyuqliklar quydirmasliklarini men tavsiya etgan bo'lardim. U suyuqlikdan aynan ko'pchilik bemorlarimiz o'sha sinovel suyuqligi tashqi tomondan gialuron suyuqliklari quyilgandan so'ng organizm dangasa bo'lib qolib, u boshlang'ich 6 oy, keyin 4 oy, 3 oy, 2 oy, keyinchalik esa har 1 oy, 1,5 oy mobaynida organizm dangasa bo'lgan holatda tashqi tomondagi ta'sirini kutib yashashni boshlashadi. Tushunarli, minnatdorchilik bildiramiz. Revmatizm haqida gapirsak, qanday kasallik va oddiy bo'g'in og'riqlaridan qanday farqi bor? Bu aynan revmatizm o'sha aynan qon faoliyatidan rivojlanib ketib, qon faoliyatidan aylanadigan holatdagi kasallik hisoblanadi hamda buni masalan poliartrit, kichik bo'g'imlarning yallig'lanishi, artrit qaysidir bo'g'imning yallig'lanishi, artroz esa qaysidir aynan bo'g'imning yemirilishi hisoblansa, revmatizm sizdagi bor bo'g'imlarning orasida ko'chib yuruvchi og'riqlar bilan farqlanadi. Bunday holatdagi bemorlarimiz revmatizm bo'ladimi, grija bo'ladimi, protruziya bo'ladimi, bemalol qo'l markaziga aloqaga chiqsinlar. Kasalliklardagi to'liq ma'lumotlarni kasalliklari bo'yicha batafsil uy sharoitidagi aynan tavsiyalarni, undan ham tashqari kasallikka qarshi yechimni olsalar bo'ladi. Demak, bu mahsulotlarimizni dischurasi, ya'ni grijasi bor yurtdoshlarimiz ham bemalol iste'mol qilsa bo'ladi. Bemalol iste'mol qilsalar bo'ladi. Aynan disk churrasi ikkiga bo'linadi. Boshlang'ich kichikroq birinchi rivojlangan vaqtida bu protruziya hisoblanadi. Bu aynan sodda tushuntiradigan bo'lsam, protruziya vaqtida ichib, qo'llanib, undan tashqari to'liq kurs lecheniani amalga oshirgan bemorlarimiz so'rilib ketadi protruziyasi, ya'ni grija davriga o'tmaydi. Grija bo'lgandan keyin agarda bu grija sohasidagi nimalar, kasalliklar qo'lga, bilakka, yelkaga, tizzaga, oyoqlarga, butun tanaga og'riqlarni juda ham kuchaytirib yuboradi. Agar grija holatiga o'tgan bemorlarimiz ham bemalol murojaat qilishsa, bu holatni birinchi o'rinda grijani o'sishdan to'xtatishga yordam beradi. Undan tashqari juda ham katta bo'lmagan grijalarni ham qaytarish davo choralari ham mavjud. Tushunarli. Grija o'zi dish churrasi nimalarda qanday paydo bo'ladi? Bu aynan nojo'ya harakatdan, undan tashqari og'ir mehnatdan paydo bo'ladigan aynan kasallik turi hisoblanadi. Tushunarli. Bugungi kunda ijtimoiy tarmoqlarda osish yo'li bilan davolayotgan yurtdoshlarimizni ham ko'ryapmiz-da. Bu qanchalik to'g'ri? Bu bir tomondan to'g'ri desak ham bo'ladi, lekin organizmga nojo'ya ta'sir qilib qo'ymagan holatda davo choralarini ko'rishlarini men tavsiya etgan bo'lardim. To'g'ri. Endi umurtqa sohamizdagi o'sha grijani yo'qotish uchun cho'ziladi. Cho'zilgan holatdagi u holatda bir necha daqiqa mobaynida sizni og'rig'ingiz qoladi, lekin bu degani grija sizni tark etdi degani emas. O'shaning ham organizmga 100% to'liq tabiiy tarkibga ega bo'lgan mahsulotlardan foydalanishlarini men tavsiya etgan bo'lardim. Bizda navbatdagi qo'ng'iroqqa gazpromlarni qabul qildik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qayerdansiz? Biz Namangan viloyatidan. Ismingiz? Muhiddin. Qanday savolingiz bor? Bo'g'imdagi qirsillashlarni bir bilmoqchi edik. Nimaga bu ishna bo'ladi? Sizda aynan qirsillash holatlari qachondan beri kuzatilyapti? 1 yildan o'tdi. 1 yil mobaynida qirsillashga qarshi qanday davo choralarini amalga oshirdingiz? Shamollashga qarshi ukol dori olganmiz. Bo'ldimi? Kasbingiz nima? Qurilishda ishlaymiz. Tushunarli. Savolingiz tushunarli. Mutaxassisimiz oydinlik kiritib va aniq javob beradi. Demak, kasblari og'ir mehnat bilan shug'ullanadigan mehnatsevar o'zbek xalqimiz aynan bunday holatlarda faqatgina og'riq qoldiruvchi ukol dori mahsulotlaridan foydalanishadi. Bu aynan kasallikni davolab yubormaydi. Bu aynan kasallikni karat holatga olib keladi. Kasallik karat holatga tushdimi,
demak qaytib rivojlangan vaqtida sizni boshqa bo'g'imlaringizda qirsillashlar, boshqa bo'g'imlaringizdagi shamollash, yallig'lanish, hattoki yemirishlarni ham keltirib chiqarishi mumkin. Qirsillash, g'irchillash birinchi o'rinda o'sha aytib o'tganimdek sinovial suyuqligi yetishmovchiligidan kelib chiqadi. Organizmda qanchalik sinovial suyuqligi normal holatda bo'ladigan bo'lsa, shunchalik qirsillash, g'irchillash holatlari bartaraf etiladi. Undan tashqari o'sha har bir bo'g'im orasidagi harakatchanlik yuqori bo'ladi. Undan ham tashqari tetiklanish hamda immunitet juda ham yuqori darajada bo'ladi. Rahmat, minnatdorchilik bildiramiz. Umijon, xalqimiz orasida bo'g'im og'risa tuz yig'ilib qolibdi degan gap bor. Bu qanchalik to'g'ri? O'sha tuz ham yig'ilib qolinadi. Bunday holatlarda aynan o'sha suyuqlik kamaygan holatda bo'ladi-da. Bunday holatlarda ham u tuzlarni organizmdan birinchi o'rinda shlak infeksiya, bakteriya, viruslar orqali chiqarib yuboradi. Aynan Galnorm aktiv mahsulotimiz ichki tomondan ta'sirlardan biri xuddi shunday bo'ladi. Yokida sinovial suyuqligi birdaniga o'sha kamayib ketgan bo'g'imlarga ichki tomondan ta'sir ko'rsatgan holatda normal holatga olib chiqadi. Bunday holatda aynan tuz yig'ilgan bo'g'imlardagi tuzlar qo'zg'algan holatda og'riq bir kuchaygan holat kuzatiladi. Bundan xavotir olmaslik kerak. Bu qaytanga ta'sir natijasi bo'layotgandan darak beradi. Bunday holatlarda bemalol Galnorm Plus kremlardan foydalanishlarini men tavsiya etgan bo'lardim. Nimaga desangiz, aynan tashqi tomondan ham ichki tomondan ham kompleks yechim qilgan har bir bemorimizda to'liq kurslar mobaynida 83% dan 88% gacha yuqori samaradorlik natijaga erishib kelinyapti. Tushunarli. Xo'p, navbatdagi savolni o'qib eshitiraman. Ijtimoiy tarmog'imiz orqali yo'llangan. Assalomu alaykum. Menda son chanog'ida suv bor, qanday qilib davolansam bo'ladi? Javob uchun oldindan rahmat deya o'z savollarini yozib qoldirgan yurtdoshimiz. Son chanog'idagi aynan suvlarni yig'ilib qolishlarini bartaraf etish uchun birinchi o'rinda uy sharoitidagi kerakli bo'ladigan mashqlar, tavsiyalar mavjud. Ulardan foydalanishlarini men tavsiya etgan bo'lardim. Unday ma'lumotlarni aynan pastdagi kol markazimizga qo'ng'iroq qilgan holatda 55 kodi bilan 588 98 89 raqamiga qo'ng'iroq qiling hamda mutaxassisdan to'liqroq ma'lumotlarni oling hamda bu suyuqlikni organizmdan chiqarib yuborishga yordam beradigan Galnorm aktiv hamda Galnorm Plus mahsulotlaridan iste'mol qilishingizni men bemalol tavsiya etgan bo'lardim. Bu yoshu qari barchaga teng foyda natijalarini ko'rsatib kelyapti. Yoshlarga biroz yuqoriroq samaradorlikda, nimaga desangiz, organizmdagi qon aylanish faoliyati yoshlarda aynan kattalarga nisbatan juda ham yaxshiroq bo'ladi. O'shaning uchun ham samaradorligi, ta'sir natijasi juda ham tez seziladi. Tushunarli. Umidjon, mana dasturimiz davomida siz bilan suhbatlashganimizda aytib o'tdik, yoshi kattalarda o'zidan o'zi, ya'ni travma olmagan holatda ham pay cho'zilishlari juda ko'p uchrayapti. Unga asosiy sabab nima ular? Unga asosiy sabab, agar yosh vaqtida ayollarimizda bo'ladigan bo'lsa, nojo'ya, noto'g'ri tug'ruq ortidan rivojlanib keladi yildan yilga bunday kasalliklar. Bemorlarimiz, agar erkak bemorlarimiz bo'ladigan bo'lsa, og'ir mehnatdan so'ng bunday holat, organizm juda ham qizigandan so'ng birdaniga sovib qolish holatlari, undan tashqari nojo'ya sekingina bo'lsa ham nojo'ya qaltis harakatdan ham organizmni zo'riqtirgan holatda bunday kasalliklarni, pay cho'zilishlarini orttirib olishlari mumkin. Demak, pay cho'zilishlariga bu mahsulotlarimiz samarali yechim bo'la oladi. Albatta, bemalol tavsiya qila olamiz. Samaradorlik ham yuqori. Tushunarli. Undan ham tashqari, men shuni ta'kidlab o'taman, qandaydir boshqa mahsulotlardan yuqoriroq samaradorligi, aynan balandroqdagi bo'ladigan farqi nimada? Kompleks yechimda. Birinchi o'rinda tashqi tomondan yallig'lanishni bartaraf etadi. Ikkinchi o'rinda aynan kapsulalar ichki bo'g'imlardagi orasidagi sinovial suyuqlikni normal holatga olib kelishga yordam bergan holatda har bir bo'g'im orasidagi tuzlar bormi, ortiqcha suvlar bormi siqib chiqargan holatda sizga
kompleks tabiiy yechim bo'la oladi. Mucho mana aytib o'tyapmiz, revmatizm deb ko'p aytyapmiz. Revmatizmning alomatlari qanday bilintiradi? Revmatizm bir kun sizdagi aynan oyoq bo'g'imidagi, ikkinchi kun masalan bel, uchinchi kun bilak, tirsak sohalaridagi og'riqlarni keltirib chiqaradi. Ya'ni ko'chib yuruvchi og'riqlar hisoblanadi. Tushunarli. Demak, bu kasalliklardan davolanish uchun to'g'ri ovqatlanishni ham bilish kerak, shunaqami? Albatta, birinchi o'rinda aynan to'g'ri ovqatlanish ratsion tartiblari, ikkinchi o'rinda aynan uy sharoitidagi qo'shimcha tavsiya mashqlar, undan ham tashqari ertalab turganda hech bo'lmaganda 5-10 daqiqa, kechqurun yotish oldidan 5-10 daqiqa aynan mashqlarni amalga oshirishlari bu organizm uchun juda ham yuqori samaradorlikni beradi hamda hech qanday ximikat gormonlarsiz 100% to'liq tabiiy tarkibga ega bo'lgan mahsulotlar bilan hech qanday jarrohliklarni amalga oshirmagan holatda kasallikka qarshi yechimini qilsalar bo'ladi albatta. Bo'yindagi grijalarga qanday yechim bera oladi bu mahsulotlarimiz? Aynan bo'yindagi grijalarni ham asta-sekinlik bilan o'sishdan to'xtatgan holatda birinchi o'rinda og'riqlarni qoldiradi. Ikkinchi o'rinda aynan grija holati juda ham kattarib ketmagan bo'lsa, aynan bunday holatdagi grijalarni ham so'rilib yuborishga yordam beradi. Agarda u protruziya holatida bo'ladigan bo'lsa, boshlang'ich kurs lecheniya mobaynida sizda sezilarli darajadagi og'riqlarni bartaraf etib, grijani mutlaq yo'qotishga ham yordam beradi. Mujon, mana tomoshabinlarimiz orasida baribir futbol, sport mashg'ulotlari bilan shug'ullanayotganda bo'lsam, ish jarayonlarida kuchli lat yeyish holatlari ham bo'ladi. Ushbu lat yeyish holatlarini tezda davolash uchun bu mahsulotlar yordam bera oladimi? Albatta yordam beradi. Travmalardan so'ng organizmni qayta tiklash uchun, metabolizmni yuqori qilish uchun, immunitetni ko'tarish uchun bemalol Gelnorm aktiv mahsulotlardan foydalansalar bo'ladi albatta. Navbatdagi savolni o'qib eshitiraman. Assalomu alaykum. Men jag'imni ochganimda tovushlar eshitilyapti. Nima qilsam bo'ladi, bu suyak yemirilishi emasmi deya xotirli savol yo'llagan. Yo'q, birinchi o'rinda aynan bu suyak yemirilishimi yoki yemirilishi emasmi, aynan rentgenga tushgan holatda sizga amin bo'ladi, aynan ko'rinadi, bu yaqqol bilinadi. Agarda bunday xulosalarni ko'ra olmasangiz, tushuna olmasangiz, bemalol pastdagi kol markazimiz, ya'ni 55 kodi bilan 588 98 89 raqamiga aloqaga chiqing. Sizga mutaxassislarimiz individual tarzda yondashuv qilib, sizdagi holat bo'yicha, sizdagi aynan kasallik bo'yicha, sizdagi aynan o'sha rentgen qog'ozlari bormi, sizdagi zaключение qog'ozlari bormi, barchasini bepul konsultatsiya orqali ko'rib, sizga qo'shimcha tavsiyalar ham berib boriladi. Navbatdagi savolni o'qib eshitiraman. Assalomu alaykum. Yoshim 60 da, qo'limda oqarish paydo bo'ldi, ya'ni qo'l barmoqlarimning uchida. Nima qilsam bo'ladi, nima maslahat bera olasizlar deya savol yo'llagan. Og'riq ba'zi-ba'zida bo'ladi deya. Og'riqlarni bartaraf etish uchun aynan bemalol kompleks mahsulotlarimizdan foydalansalar bo'ladi. Agarda oqargan holatlar bo'ladigan bo'lsa, buni aynan dermatolog mutaxassislarga murojaat qilishlarini men tavsiya etgan bo'lardim. Keling shu o'rinda tarkibi haqida ma'lumot berib ketaylik. Gelnorm aktiv mahsulotlarimizni tarkibi xondroitin glikozamin organizmni qayta tiklashga yordam beradi. Undan ham tashqari skvalent akula jigar yog'i sizdagi yallig'lanishlarni bartaraf etishga yordam beradi. Bu yerda ko'rsatib qo'yilganimiz mana Gelnorm plus mazlarimiz esa buni ham asosiy tarkiblaridan biri skvalent, ya'ni akula jigar yog'idan tayyorlangan. Undan ham tashqari allergik muammolarni keltirib chiqarmasligi uchun aloe ekstrakti, organizmdagi yallig'lanishni bartaraf etish uchun hamda chili ekstraktlari ham mavjud. Tushunarli. Xo'p, navbatdagi savolni o'qib eshitiraman. Assalomu alaykum. O'g'lim 13 ta grija bo'lib qolibdi, ya'ni diz churasi. Yoshlarda ham diz churasi bo'lishi nimadan kelib chiqadi? Yoshlarimizda aynan yoshlik chog'ida nojo'ya, noto'g'ri harakatchanlikdan ham keltirib chiqadi. Ya'ni bunday holatlarda zudlik bilan mutaxassisga murojaat qilishlarini men tavsiya etgan bo'lardim. Yosh bolalarimizga ham individual tarzdagi yondashuv qilinadi. Yosh-u qari barchaga aynan
uy sharoitidagi qo'shimcha tavsiya mashqlar berib boriladi. Ulardan ham samaradorligi yuqori bo'lishi uchun kapsulalar hamda mazlardan foydalangan har bir bemorda 88% gacha yuqori natijaga erishamiz albatta. Aziz tomoshabinlar, biz to'g'ridan to'g'ri efirga yana qaytdik. Savollarimizni Umidjongiz ekin astalik bilan o'qib eshittiramiz. Sizda ham savollar tug'iladigan bo'lsa, yuqoridagi raqamlarga aloqaga chiqqan holatda studiyamizga yo'llashingiz mumkin bo'ladi. Meni barmoqlarimda deyarli og'riq yo'q, lekin juda jonsiz harakatlanadi. Harakat hatto cheklanib ham qolgan. O'zim ham hansirayman. Ko'p klinikalarda davolandim, lekin foydasi bo'lmadi. Qanday yordam bera olasizlar deya savol yozgan yurtdoshimiz. Bunday holatlarda aynan metabolizmni yuqorilashimiz kerak. Undan ham tashqari immunitetni ko'tarishimiz kerak. Uy sharoitidagi qo'shimcha tavsiya, uy sharoitidagi kerakli bo'ladigan ovqatlanish ratsionlari, undan ham tashqari fizioterapiyalarni o'z vaqtida amalga oshirishingizni men tavsiya qilgan bo'lardim. Undan ham tashqari hech qanday klinika yoki shifoxonalarga borib, dorixonalardan har qanday ximikat gormon mahsulotlaridan olib iste'mol qilmasdan, aynan pastdagi kol markazimizga aloqaga chiqing. Sizga yetkazib berish xizmati bepul qilib beriladi. Undan ham tashqari efir vaqtida qo'ng'iroq qilgan har bir bemor uchun qo'shimcha chegirma imtiyozlar ham mavjud. Tushunarli. Navbatdagi savolni o'qib eshittiraman. Assalomu alaykum. Menda ikkala tizzamda og'riq paydo bo'ldi. MRT ko'rigidan o'tdim va 7 kun klinikada davolandim. Hozirda og'riq va shishlar qaytdi. Umumiy qon analizida remo probada 3+ belgisi chiqqan. Bu revmatizm belgisimi? Qanday davolansam bo'ladi bu kasalliklardan? Bu kasalliklardan mutlaq forig' bo'lish uchun bemalol aynan Galnorum plus hamda Galnorum aktiv mahsulotlardan foydalansangiz bo'ladi. Sizdagi tashxislar bo'yicha sizga to'liqroq ma'lumot olishingiz uchun pastdagi kol markaziga aloqaga chiqing hamda mutaxassislarimiz sizga to'liq ma'lumotni berib o'tishadi. Hozir efir vaqtida men sizga javob beradigan bo'lsam, qolgan bemorlarimiz, qolgan yurtdoshlarimizni savollariga javob bera olmay, ya'ni vaqtimiz yetmay qolishiga mumkin. Navbatdagi savolni o'qib eshittiraman. Assalomu alaykum. Demak, bizda navbatdagi qo'ng'iroq bor. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qayerdansiz va qanday savolingiz bor? Qo'qondanman. Men shu umurtqa pog'onamda qiyshish bo'lyapti. O'shanga yurganimda qandaydir hansirash, qaddamda ko'tara olmayapman. Og'riqlar ham mavjudmi? Og'riq yo'q, og'riq bo'lmaydi, shu hansirash bor, qaddamda tik tuta olmayapman-da. Qirsillaydigan holat bo'ladimi? Yo'q. Faqat qiyshayish holati. Bunday yurganimda chiqib qolyapti. Aynan umurtqaning qaysi qismi sizda bunday holatga kuzatilyapti? Nima desam bo'ladi? Qo'lim qopqog'im bo'ladi-yu o'sha yerda. Qayerda? Orqa qismida, orqamda. To'shni orqa qismida demak, to'g'rimi? Ha. Tushunarli. Savolingiz tushunarli, Umidjon javob beradi. Qaddimni tik tutolmayapman-da yurganimda. Qaddingizni tik tuta olmayapsiz, to'g'rimi? Ha, engish, oldingi engish bo'lyapti. Tushunarli. Bunday yoshi katta bemorlarimizda aynan nojo'ya yoshlik vaqtida tug'ruq holati nojo'ya bo'lgandan yoki tug'ruq holati bo'lmaganlikdan nechadir yillar davomida rivojlanib keladigan bunday kasallik turi ham mavjud. Bunday holatlarda aynan organizmga qo'shimcha kuch kerak, qo'shimcha yordam kerak. Organizmni immunitetini ko'tarish uchun, undan ham tashqari organizmdagi metabolizmni yuqori darajaga olib chiqish uchun aynan bunday biologik faol qo'shimchalarimizni men tavsiya etgan bo'lardim. Undan ham tashqari organizmni qayta tikka tutib turish uchun har bir bo'g'im orasidagi sinovial suyuq normal holatda bo'lishi kerak. Agarda buni o'z vaqtida davo choralarini amalga oshirmasalar, deformatsiya, ya'ni o'sha bo'g'imlardagi qiyshayishlar bu keyinchalik qotib qolish holatini ham olib keladi hamda ba'zi bemorlarimiz enkayib qoladigan holat bo'ladi. Ba'zi bemorlarimiz qiyshaygan holatda, shunday holatda qotib qoladigan bemorlarimiz ham bo'ladi. Uning uchun aynan kasallikni davolagandan ko'ra biz oldini olganimiz ancha ma'qulroq.
pastdagi kol markazimizga aloqaga chiqing hamda efir vaqtida qo'ng'iroq qilgan har bir bemor uchun qo'shimcha chegirmalarga ham ega bo'ling. Tushunarli. Navbatdagi savolni o'qib eshitaman. Assalomu alaykum. Meni qo'l barmoqlarim qiyshayib, og'riyapti, ko'p narsalarni usha olmay qolyapman. Nima qilsam bo'ladi degan savolni yo'llagan yurtdoshimiz. Bunday holatlarda aynan bemalol Galnorm aktiv mahsulotlaridan foydalansalar bo'ladi, chunki organizmning immunitetini kuchaytiradi. Undan tashqari metabolizmni yaxshilaydi. Undan ham tashqari aynan har bir bo'g'im orasidagi mustahkamlikni beradi. Bunday holatlarda siz bemalol yuklarni ko'tara olasiz, bemalol harakatchanligingizni oshira olasiz. Undan ham tashqari siz kasalligingizni bartaraf etishga yordam beradigan mahsulotni iste'mol qilganingizdan so'ng kasallikni rivojlanishini oldini olgan hisoblanasiz. Tushunarli. Navbatdagi qo'ng'iroq egasi bo'lmasa, biz savolimizni o'qib eshitaman. Assalomu alaykum, men tizzamda og'riq bor, MRT qildirdim. Suyak yemirilishi dedi, 2 yildan beri davolayapman. Hali og'riq bor, 4-daraja degan. Nima qilsam bo'ladi? Iltimos maslahat beringlar deya savol yo'llagan. Tushunarli. 4-darajadagi aynan yemirilishni boshdan kechirayotgan bemorlarimiz zudlik bilan aynan qo'l markaziga aloqaga chiqishlarini men tavsiya etgan bo'lardim. Nimaga desalar, aynan 4-darajadan keyingisi уже jarrohlik amaliyotsiz davo chorasi ko'rilmaydi degan xulosani ko'pchilik aynan shifokorlarimiz berishadi. Bunday holatlarda shoshishni keragi yo'q. Albatta 100% to'liq tabiiy tarkibga ega bo'lgan aynan mahsulotlarimizdan foydalanib, endi nechidir yillar davomida rivojlanib kelgan kasallikni birdaniga zo'r qilib yubormasligimiz mumkin, lekin to'liq kurs lecheniya mobaynida 4-darajadagi aynan yemirilishlarni ham to'xtatgan holatda, og'riqlarni bartaraf etgan holatda asta-sekinlik bilan orqa bosqichlarga qaytalanish holatlariga ham aynan tajribamiz mobaynida ko'rib o'tganmiz hamda shifo choralarini ham amalda qo'llab ko'rganmiz albatta. Tushunarli. Qaysi bo'g'in kasalliklarda sport foydaliroq, qaysi birida zararli ishlab qoladi yurtdoshlarimiz? Yo'q, barcha aynan bo'g'im kasalliklarni, barcha bo'g'imlarni bemalol harakatchanligini yuqorilash uchun sport turlari juda ham kerakli. Hech bo'lmaganda ertalab hamda kechqurun 5-10 daqiqadan sport mashg'ulotlaridan qilib turishlarini men tavsiya etgan bo'lardim. Tushunarli. Navbatdagi savolni o'qib eshitaman. Assalomu alaykum. Tizzamda shishish bor. Oyoqlarim bukilmaydi, og'riqlar ham bor. Nima maslahat berasiz? Shishlarni bartaraf etish uchun aynan tashqi tomondan Galnorm Plus kremlaridan foydalanishlarini, undan ham tashqari ichki tomondagi infeksiya, bakteriya, viruslarni organizmdan chiqarib yuborishga yordam beradigan Galnorm aktiv mahsulotlaridan foydalanishlarini men tavsiya etgan bo'lardim. Bu oralig'ida organizm o'zini o'zi qayta tiklashga ham juda samaradorligi yuqori bo'lgan mahsulotlar hisoblanadi. Tushunarli. Navbatdagi savolni o'qib eshitaman. Menda bel grijasi bor, yurishga qiynalyapman. Bu mahsulotlardan foydalansam qancha muddatda ta'sir qiladi deya savolni yo'llagan. Bel grijasiga keladigan bo'lsak, ko'pchilik bemorlarimiz aynan bel grija yoki bo'yin grijasidan juda ham ko'p aziyat chekishadi. Bunday holatlarda sizning aynan qo'l markaziga qo'ng'iroq qilishingizni men tavsiya etgan bo'lardim. Sizdagi holatni, sizdagi aynan o'sha tekshiruv qog'ozlarini mutaxassislarimiz ko'rib chiqqan holatda aynan kurs lecheniyani muddati belgilanadi. O'sha to'liq muddat davomida kurs lecheniyani amalga oshirsangiz, xudo xohlasa bu disk churrasi, grija kabi kasalliklarni mutlaq unutib yuborishingizga aynan yordamini qiladi albatta. Tushunarli. Navbatdagi savolni ham o'qib eshitaman. Assalomu alaykum. Meni o'g'lim 13 yoshda, travma olgandi, oqsab yuribdi. Rentgen qildirsam, rentgen yaxshi chiqmadi. Revmatizm deyapti. Nima qilasam bo'ladi? Bunday bemorlarimiz aynan pastda ko'rsatib o'tilgan qo'l markazimiz 55 kodi bilan 588 98 89 raqamiga qo'ng'iroq qiling hamda sizdagi o'sha rentgen qog'ozlarini Telegram messenjerlari orqali mutaxassislarimizga yuborib, to'liq kasalligingiz haqida ma'lumotni olgan holatda sizni farzandingizga yoki yaqinlaringizga
mahsulot to'g'ri keladimi yo'qmi biling, o'rganing, ko'ring hamda mahsulot sizga qancha muddatda ta'sir natijasini ko'radi bilasiz. Undan ham tashqari sizga aynan kasalligingizga to'g'ri keladimi? To'g'ri kelgan holatda mutaxassislarimiz sizga yo'naltirib berishlari mumkin. Demak, bizda navbatdagi qo'ng'iroq egasi bor, ularni qabul qildik. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Qayerdansiz va qanday savolingiz bor? Arg'ondaman. Qanday savolingiz bor? 4 yildan beri, men bu yil 4 yil bo'lyapti. Oyog'im og'riydi, lecheniyalar olib yurardim. Oyog'im 2-3 zaman bukilmay qolgan. Endi hozir rosa lecheniyalar oldim-u, oyog'im og'riq bor. Men birpas bitta odam bilan gaplashib turay desam, 5 minutdan tika tura olmayman. Oyog'imga, tizzamga og'riq berib yuboradi. Shunga nima qilsam bo'ladi? Nima qilishni bilmay qoldim o'zim. Rosa lecheniyalarni oldim. Bir ikkita joyga borsam operatsiya dedi. Operatsiya qildirmayman dedim. Ortiqcha vazn yo'qmi? Vazningiz nechi? Vaznim hozir meniki nima? 82. Bo'yingiz nechi? Bo'yim 156 mi? Ish qilib o'sha 60 ga yaqin edi. Tushunarli, tushunarli. Savolingiz tushunarli, mutaxassisimiz javob beradi. Biroz endi vazn ham biroz ortiqcha ekan bemorimizda. Bunday holatlarda ham aynan bemalol Galnorum aktiv hamda Galnorum plus mahsulotlardan foydalanishlarini, undan tashqari sizga uy sharoitidagi kerak bo'ladigan tavsiya ma'lumotlarni olish uchun Qo'l markaziga aloqaga chiqing. Sizni kasalligingiz bo'yicha hozir men to'liq ma'lumotni beradigan bo'lsam, efir vaqtimiz biroz yetmay qolishi mumkin. Boshqa bemorlarimizni kuttirib qo'ymagan holatda aynan Qo'l markaziga aloqaga chiqing. 55 kodi bilan 588 98 89 raqamiga qo'ng'iroq qiling hamda efir vaqtida qo'ng'iroq qilgan har bir bemor uchun qo'shimcha imtiyoz hamda yetkazdirib berish xizmatini bepul qilib belgilab beriladi. Javob uchun rahmat. Navbatdagi savolni o'qib eshitiraman. Agar bizda qo'ng'iroq bo'lmasa, men jag'im kasallangan, suyak yemirilishi degan tashxisni qo'yishdi, nima qilsam bo'ladi? Bu mahsulotlar samara beradimi deya Bu mahsulotlar aynan har bir bo'g'im orasidagi tog'ay, suyak, parda, undan tashqari pay sohalarini qayta tiklanishiga yordam beradi. Bemalol aynan Qo'l markaziga aloqaga chiqing. Sizni holatingiz bo'yicha mutaxassislarimizdan to'liq ma'lumotni oling. Sizni kasalligingizga mutaxassislarimiz aynan ma'qul topib, sizga yechim bo'la oladi desa, aynan yetkazdirib berishadi hamda kurs lecheniyani ortiqcha sarf xarajatlarsiz, ortiqcha yugurlarsiz hamda jarrohlik amaliyotsiz bartaraf etishga yordam beradi. Tushunarli. Navbatdagi savolni ham o'qib eshitiraman. Assalomu alaykum. Meni 1 yildan beri goh-gohida tizzam orqasida poy tortishi bo'lib turgan edi. Endi yaqin haftada tortish ko'payib, og'riq kuchli bo'lyapti. Bu nimani alomati? Oldindan rahmat deya Bu aynan o'sha yallig'lanishlar bor, shamollashlar bor shu sohalarda. Aynan buni o'z vaqtida davo choralarini ko'rishingizni men tavsiya etgan bo'lardim. Nimaga desangiz, bu keyinchalik yallig'lanish, undan ham tashqari organizm tashqi tomondan kerakli mahsulotlarni berilmagan holatda yoki sinovial suyuqligi asta-sekinlik bilan kamayib borgan holatda keyinchalik yemirilish holatlarini ham olib kelishi mumkin. Yemirilishni oxirgi darajasi faqatgina jarrohlik yo'li bilan davolanadi deyshadi. Jarrohlik yo'lida ham buni bartaraf eta olish ham 100% hech kim kafolat bera olmaydi. O'shaning uchun kasallikni davolaganimizdan oldin uni oldini olganimiz ancha ma'qulroq hisoblayman. Ba'zi birda poy tortishib qoladi-da, ko'p odamda. U nimani alomati? O'sha kerakli organizmdagi moddalar almashinuvi yetishmovchiligidan, undan tashqari immunitet mustahkamligi yaxshi bo'lmagan holatda, undan ham tashqari sport bilan muntazam shug'ullanmagan o'sha aynan bemorlarda bunday holat juda ham ko'p kuzatiladi. O'shaning uchun hech bo'lmaganda kunda 2 mahal 5-10 daqiqadan sport bilan yoki mashqlar orqali shug'ullanib turishlarini men tavsiya etgan bo'lardim. Tushunarli. Navbatdagi savolni ham o'qib eshitiraman. Ijtimoiy tarmoqlarimiz orqali kelgan. Assalomu alaykum. Tizzamda 3-darajali artroz chiqdi. Tuzalib ketamanmi?
va qancha muddatda tuzalib ketsa ham bo'ladi degan savol yo'llagan. Agar bunday holatdagi bemorlarimiz to'g'ridan to'g'ri qo'l markaziga aloqaga chiqib, sizdagi holatni, sizdagi rentgen qog'ozlarni 3-darajali aynan yemirilish deb belgilab berilgan qaysi sohadagi, qaysi bo'g'imdagi o'sha kasalliklarni mutaxassislarimiz ko'rib chiqqan holatda sizni kasalligingizga to'liqroq yechimini qilib berib, ko'proq sizga foydali maslahatlarni berib borishadi. Undan ham tashqari sizni kasallik darajangiz 4-darajaga o'tib ketmasligini oldini olishga yordam berishadi. Bunday holatlarda pastdagi qo'l markazimizning raqami 55 kodi bilan 588 98 89 raqamiga aloqaga chiqishingizni men tavsiya qilgan bo'lardim. Tushunarli. Bizda qo'ng'iroq bo'lmasa, navbatdagi savolni o'qib eshitiraman. Instagram ijtimoiy tarmog'imiz orqali kelgan. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Oyog'imda bosh panjasida artroz deyishdi doktorlar, shu joyda ham bo'lishi mumkinmi? Har bir o'sha bo'g'im borki, o'sha yerda aynan yemirilishlar bo'lishi mumkin. Bunday holatlarda aynan siz tekshirtirgan bo'lsangiz, bu qog'ozlaringizni bizga aynan qo'l markazimizga aloqaga chiqing, kerakli messenjerlar orqali xulosalarni tashlab bering. Sizni kasalligingiz biz uchun juda ham muhim, sizga yechim bera olamiz degan umiddaman. Navbatdagi savolni ham o'qib eshitiraman. Meni bo'g'imlarimda, qo'l, oyoq barmoqlarimda og'riq, qirsillash bor. Revmatologga bordim, faqat remoproba topshirish shu bo'yicha lecheniya yozdi. Oyog'im tagi va usti achishib og'riyapti. Nima qilsam bo'ladi? Tezroq og'riqdan xalos bo'lgim kelyapti degan savol yo'llagan. Bunday holatlarda bemalol Galnorm Plus kremlaridan foydalangan bemorlarimiz achishish, qichishish, undan ham tashqari simillab bo'ladigan og'riqlarni bartaraf etish uchun kremlardan foydalansalar 3 kun mobaynida avtomatik tarzdagi og'riqlar bartaraf eta boshlaydi. Undan ham tashqari Galnorm aktiv mahsulotlarimiz esa o'sha organizmdagi kerakli bo'lgan moddalar almashinuvini yo'lga qo'yishga yordam beradi. Undan ham tashqari immunitetni mustahkamlaydi, yallig'lanishni bartaraf etishga yordam beradi, yemirilishni oldini olishga yordam beradi albatta. Tushunarli. Yana bir savolimiz bor. Chap oyog'imning tizzasi bu ba'zida qatib qolyapti, yurishga qiynalyapman, qanday davolashim kerak, qayerga uchrashim kerak degan savolni yo'llagan navbatdagi yurtdoshimiz. Bunday holatlarda bemalol pastda yozib o'tilgan 55 kodi bilan 588 98 89 raqamiga aloqaga chiqing hamda kasalligingiz bo'yicha to'liqroq ma'lumotlarni mutaxassisimiz tomonidan olgan holatda, sizni kasalligingizga to'g'ri kelgan holatda faqatgina mahsulotlarimizni tavsiya etamiz. Bo'lmasa uy sharoitidagi qo'shimcha tavsiya, undan ham tashqari uy sharoitidagi parhez, dieta, undan unumli foydalangan har bir bemorimizda aynan chiroyli natijalar bo'ladi, samaradorlik yuqori bo'ladi degan umiddamiz. Umidjon, Galnorm mahsulotlari qaysi davlatda ishlab chiqariladi va bugungi kunga qadar necha nafar yurtdoshimizni og'riqlarini bartaraf etdi bu mahsulotlarimiz? Hozirgi kungacha 20 mingdan oshiq bemorlarimizga ta'sir natijasi 83% dan 88% gacha deb hozirgi kundagi ko'rsatkichlarimiz shunday. Xudo xohlasa buni yuqori ko'rsatkichlarga olib chiqishga yordam beramiz. Buni aynan O'zbekistonda qadoqlanib ishlab chiqarilgan tarkibi, ya'ni ingredientlari chet davlatlardan keltiriladi. Tushunarli. Bu odamni o'ziga o'rgatib qo'ymaydimi bir marta iste'mol qilgan odamni? Yo'q. Bu 100% to'liq tabiiy tarkibga ega deb bekorga aynan men ta'kidlab o'tmayman. Nimaga desangiz, bundan foydalangan bemorlar bunga qayta murojaat qilishmaydi. Nimaga desangiz, qandaydir ximikat yoki gormon mahsulotlar yo'q buni tarkibida. O'shaning uchun bu organizmni hech qachon o'ziga o'rgatib qo'ymaydi. Bir to'liq kurs lecheniya mobaynida siz kasallikni bartaraf etishga
xudo xohlasa amin bo'lasiz. Va dasturimiz davomida gaplashdik. Birinchi bosqich, ikkinchi bosqich, uchinchi bosqich, to'rtinchi bosqich. Nechta bosqichlargacha bu ta'sir qiladi va qancha muddatda o'z samarasini bildirishni boshlaydi? Birinchi darajadan to'rtinchi darajagacha bo'lgan barcha o'sha bemorlarimiz bemalol murojaat qilishsa bo'ladi. Samaradorligi yuqori. Endi kasallik holatidan kelib chiqib, ta'sirchanligi qanday bo'ladi? Organizm baribir har bir organizm har xil rivojlanganda kasallik ham xuddi shunday. O'shaning uchun men o'rta hisobda 3 kundan 10 kun mobaynida ta'sir natijasini sezayotgan bemorlarimiz ham bor deb bemalol yorug' yuz bilan ayta olaman. Umidjon, mana yosh kattalar ham kuzatadi bizni juda ko'p. Ularga bo'g'in kasalliklari uchramasligiga qanday tavsiyalarni berasiz? Uy sharoitidagi kerakli bo'ladigan mashqlar, ertalab va kechqurun hech bo'lmaganda 2 mahal 5-10 daqiqadan fizioterapiya, ya'ni sport mashg'ulotlaridan foydalanishlarini, ko'proq suyuq mahsulotlar, undan tashqari sutli, kalsiy, kollagenga boy mahsulotlarni iste'mol qilishlarini men tavsiya etgan bo'lardim. Dasturimizni so'nggi savolni o'qib eshitiraman. Assalomu alaykum. Onamni bo'g'imlari og'riydi, qo'llari qizarib, shish bor. Barmoqlari o'ziga bo'ysunmayapti, og'riq bo'lyapti. Iltimos nima qilishni aytib o'ting. Birinchi o'rinda bunday bemorlarimiz uy sharoitidagi o'sha kerakli tavsiyalarga amal qilishlari kerak. Bunday tavsiyalarni aynan pastda ko'rsatib o'tilgan kol markazimiz raqami 55 kodi bilan 588 98 89 raqamiga aloqaga chiqsinlar. Efir vaqtida qo'ng'iroq qilgan har bir bemor uchun qo'shimcha imtiyoz chegirmalar ham mavjud. Undan ham tashqari butun O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish xizmati ham bepul qilib belgilanadi. Bu mahsulotlardan boshlang'ich 3 kun mobaynida foydalansalar, onajoningiz xudo xohlasa achishish, qichishish kabi og'riqlarni bartaraf etadi. Undan ham tashqari organizmga tetiklik beradi, harakatchanlikni yuqori darajaga olib chiqadi, immunitetni ko'taradi, metabolizmni yaxshilaydi. Undan tashqari organizm o'zini juda ham yoshargandek his qiladi. Buning uchun aynan tashqi tomondan Galnorum Plus mazlari sizga yordam beradi. Ichki tomondagi organizmni tetiklantirib, sizga qo'shimcha quvvat beradigan mahsulot Galnorum aktiv mahsulotlarini iste'mol qilishlarini men tavsiya etgan bo'lardim. Mana dasturimiz davomida aytib o'tdik, yoshlarda ham juda ko'p uchrayapti. Ularda uchramasligini oldini olish uchun nima qilish kerak? Birinchi o'rinda aynan men o'sha ko'rsatuvimizni boshida ham ta'kidlab o'tdim. Quloq, burun, tomoq kasalliklarini o'z vaqtida to'g'ri davo choralarini ko'rishlarini hamda travma holatidan keyin har qanday ximikat yoki gormon mahsulotlari emas, faqatgina 100% to'liq tabiiy tarkibga ega bo'lgan biologik faol qo'shimchalardan iste'mol qilgan holatda kasallikni bartaraf etishlarini men tavsiya etgan bo'lardim. Qadrdon tomoshabinlar, vaqt oliy hakam deyilgandek, bizga ajratilgan vaqt ham o'z nihoyasiga yetib keldi. Biz suyak bo'g'im kasalliklarining sabablari va uning davolash usullari haqida gaplashdik. Bugungi suhbatdoshimiz Genavita sog'lomlashtirish markazi bosh mutaxassisi Umidjon Qayumov bo'ldi. Qadrdon tomoshabinlar, o'zingiz va oila a'zolaringizni ehtiyot qiling. Ramazoningiz muborak bo'lsin. Hozircha siz bilan xayrlashamiz. Salomat bo'ling.